Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yonimda pul qolmabdi, uyimga yetib olishim kerak edi. Bepul olib keta olasizmi? Nima sababdan aka? Nima sabab? Nima sababdan olib ketmoqchisiz bepulga? Yordam qilish kerak. Odamlarga gap yo'q aka. Aka, eksperiment edi, ekspert, gap yo'q. Uy topa olmoqdan sizga sovg'amiz bormi? Chin ko'ngildan olib qo'yasiz. Yo'q aka, chin ko'ngildan shunaqa odamlar uchun qayg'urganingiz uchun bu sovg'a. Olib qo'ying. Mayli, charcham yaxshi yetib oling. Assalomu alaykum. Charchamaysiz aka, sog'ligingiz yaxshimi? Yonimda pulim yo'q edi, olib keta olasizmi? Savol bor aka. Nima uchun olib ketmoqchi bo'ldingiz? Pulim bo'lmasa, nima uchun olib ketmoqchi bo'ldingiz? Nechlikda? Gap yo'q aka, oq ko'ngil mehribonligi uchun haydamay turing. Sizga sovg'am bor aka. Bu eksperiment edi aka, chin ko'ngildan oq ko'ngil mehribon insonligi uchun. Yo'q, oling aka, oling. Mayli, charchamang aka, xo'p. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kechki pulim yo'q edi, olib keta olasizmi? Bepulga. Keyingi astronomigacha. Iloji bormi? Rahmat aka. Bu eksperiment edi, shunaqa o'tkazyapmiz shofyorlar bilan. Olib ketaman tekinga degan sovg'a sizga. Instagramdan uy topa olmoq nomida. Rahmat aka. Charchamang, xo'p. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hop, kechki pulim yo'q edi, olib keta olasizmi? Ha, mayli. Aka, rahmat, olib ketaman degan uchun. Eksperiment edi, sovg'a aka. Yo'q, uy topa olmoq nomida Instagramdan aka xabar qilib qo'yasiz. Olib ketaman degan uchun bepulga. Mayli, rahmat, charchamang.